Assalomu alaykum yana bir bora. Xush kelibsiz. Am, Bugungi efirda ochiq deb e'lon qilaman. Bugun siz bilan pul sistemasida kengayish nomli proyektimizga bag'ishlangan navbatdagi intensiv jonli efirimiz bo'lib o'tyapti. Bugun aynan siz uchun mavzu tayyorladim. Ya'ni pul sistemasida kengayishda himoyalar. Bizni pul sistemasida orqaga tortib turuvchi mavjudotlar o'lchami, bizni rivojsizlikda ushlab turuvchi programmalar, dasturlar haqida bugun mavzu tayyorlagandim va ko'rib turishimcha hammada himoya. Mana ko'ryapsizmi, hech kim qololmayapti efirda. Sababi bugungi efirlar, bugungi sizga beriladigan ma'lumotlar man ochiq oydin beriladigan ma'lumotlarda va yorib o'tishga xizmat qiladigan ma'lumotlar. Xuddiki retret dasturida bizga professionalniy kurslarda beriladigan ma'lumotlardagi chuqur ma'lumotlarni bugun man efirda sizga berib o'taman. Ya'ni sizni holatlaringiz haqida bo'ladi bugungi mavzu. Haq. Ovozim eshitilayotgan bo'lsa, efirni boshlaymiz. Demak, biz azizlar, oldingi kunlar siz bilan suhbatlashdik. Pul sistemasida kengayish, energetik stansiyalar haqida sizga ma'lumotlar berib o'tdim. Ya'ni insonni ong o'lchami o'zgarishi juda ham muhim. Ya'ni shu narsani men sizga oldingi efirlarda his qildirmoqchi bo'ldimki, insonni ongi turgan stansiya o'zgarishi unda pul miqdorini ortishiga xizmat qilib beradi. Ya'ni har bitta inson, aytib o'tganimdek, u serobgar, u boy-badavlat va shunaqa cheksiz va serobgarlikda yashaydigan va butun yerga, borliqqa, insoniyatga ilohiy xizmat qiladigan o'lcham stansiyalari mavjud. Lekin ungacha hozirgi turgan o'lchamda turgan pulsizlikka doir mavjudotlar o'lchamini tark etib, savollarni hal qilib o'tish kerak edi. Ya'ni shu haqda aytib o'tgandim, hal qilib oldinga o'tish kerakligi haqida. Bizga hal qilishimiz uchun, stansiyani o'zgartirishimiz uchun albatta visokovibratsionniy kerak bo'ladi bizga bilimlar. Bizni ongimizni kengaytiruvchi, bizni oldinga qadam tashlashimizga va pul sistemasida ovoz juda ham past deyapsizlar-da. Ovoz past. Shu ovoz masalasini hal qilmoqchi edim-da bugun. Shu uchun kechga qolib ketdi efir. Bunda yoqaylikchi. Endi ovoz yaxshimi? Mikrofonni yoqdim. Ovoz endi yaxshimi, qizlar? Mikrofonni uladim. Agar bu yaxshi bo'lmasa, unisini olayman. Bas baribir debdilar. Bunisini olib ko'raylik. Mahliyosh, siz ayting jonim. Ovoz haqida ma'lumot bering. Unchalik past emas. Aha, yaxshi. Bunisini olib ko'raylikchi. Aha, da atrof shovqin bo'lsa, tinchroq joyga o'tib olinglar, qizlar. Biz o'tgan darsda shanba kuni biz spontaniy efir e'lon qildik sizga va 21 apreldan bizda start olish kerak edi. Pul sistemasida kengayish nomli proyekt. Proyekt allaqachon tayyor, juda ham chuqur proyekt, katta proyekt, professional tarzdagi proyekt. Uni o'tkazishimiz kerak. Men bu proyektga chuqur hurmat bilan qanaqa proyektlar yaraladi Nurmasterlarda shular haqida ham bugun ma'lumot berib o'taman. Chuqur hurmat bilan men bu proyektni juda kuchli, zavorli proyekt bo'lgani uchun tushunib turaman, hammada himoya. Chunki bu bilimlarni olgandan keyin insonni ongi 4-5 ta stansiya yuqoriga ko'tariladi, aynan pul sistemasida. Shunaqa stansiyani o'zgartiruvchi visokovibratsionniy
proyekt tushirilindida tushundim. Bu proyektni o'tkazayotgan vaqtimda hammada himoya bo'lishini tushundim. Narxi kichkina summada qo'yilmayapti, sababi inson ongi tayyor bo'lishi kerak. Va o'zimni energiyamni chastotamni ham his qildim, stansiya yuqoriligini ham his qildim. Va sizni ham his qilib ko'rdim. Sizni his qilgan holatda narx belgilagandim $165 va yana ham his qildim, sizni o'zimni his qildim. Hech qachon mana shu bilimlarga kirgan paytimizda bizada ham pul bo'lmagan qo'limizda tayyorgina kimdir mani qo'limga yo turmush o'rtog'im, yo otam, yo onam yoki hayot tayyorgina mani qo'limga pul tutqazib qo'ymagan. Ayni pulsizlik holatida, ayni qiyinchilik holatida, munosabatida esankirab qolgan holatda keladi hamma psixologga. Ya'ni bizda shunaqa mavjudotlar bor, vaziyatni quturtirib, keyin harakatlanishga o'rganib qolganmiz. Xuddiki e'tibor bersalar agar, tanasi toki bir kasallanib yotib qolmaguncha vrachga bormaydi. Bizada shunaqa millatimizda karma bor, genda o'tiradigan xarakteristikalar bor. Mana shu gen, mana shu xarakteristikalar uyg'onaveradi. Masterlar davri boshlandi 2012-yildan beri 2012-yilgacha bunaqa bilimlarga, kurslarga pul sarflamagan hech kim. Ya'ni bizda genda yo'q. Repetitor kurslarga men o'zim bilaman. Repetitor ustozimga meni ota-onam qanchalik og'riq bilan, qizg'anchiqlik bilan pul to'laganlarini-da, hozir o'sha narsa обычный holatga keldi. Chunki ko'rishdi natijasini. Qanaqa o'sha 10 yilda ololmagan bilimini, tizimini 3 yilda o'sha vaqtini, soatini qizg'anmasdan ustozlar yaxshigina qo'liga daromad berganini evaziga natijaga chiqarib berishlarini ko'rishdi. Xuddi shunaqa 2012-yildan psixologiya kirib keldi bizada, masterlar davri boshlandi va tayyor insonlar kirib kelishni boshladi. Hozir уже 2026-yilda biza oradan уже 10 yil, 10 sikl, ya'ni bir davr tugadi. 10 yil ichida bitta maktabni o'quvchi bo'lsa, bitirib ulg'ayib yetiladi-da. Maktabga kirgan 7-8 yoshlik o'quvchilar o'sha 10 yillik sistemada butun boshli maktab sistemasini qabul qilib oladi-da. 10 yil kichkina muddat emas. Hozir shunaqa davrda yashayapmiz. Bilimlar asri davrida, rivoj asri davrida va masterlar davrida yashayapmiz. Mana shu davrda ko'pchiligimiz haliyam o'sha eski bolaligimizda o'sha ota-onamiz tarafidan ushlab turgan ota-bobolarimiz shunga ham pul berasanmi? Ya'ni biza bilimga pul berishni insonni ongi ko'tara olmaydi. Masalan, 800 mingga, 1 millionga, $100 borib ko'ylak olishi mumkin yoki borib aptekadan bolasiga olishi mumkin. Dori, bitta dorini men 700 mingga olganim ko'rganman-da, 1,5 millionga olganlarimiz bor. Bitta bu arzimaga mamchagina falkondagi dorini olishi mumkin, lekin butun umrga xizmat qiladigan bilimga, butun umrga sizga qoladigan va sizni keyingi o'lchamga olib chiqadigan bilimga inson qizg'anadi. Insonni ongi, bizni ongimizda himoya kuchli. Ya'ni himoyaga kiradi. Ong istasa, istamasa himoyaga kiradi. Aynan men e'tibor berdim, shu himoyalanib auditoriyam bilan ishlash kerakligini tushundim. Aynan o'sha proyekt taqdimot efirini qo'ygan biza, shanba kuniga qo'ygan bo'lsak, shu taqdimot efirini o'sha kuni aynan hammani nimadir eshitib qoladi-da, yoki darsga kirisha olmaydi, yoki chalg'ib eshitishadi. Mana shunaqa vaziyatlar bo'lyaptimi? Bu nima degani? Insonda rivojlanishga himoya bor degani. Inson o'zgisi kelmayapti, rivojsizlikka marbod qilishga doir mavjudotlar uni ongini qamrab olgan. Va aynan uyg'otish uchun beriladigan imkoniyatlarni ko'zimiz ko'rmay ketadi bizdan. Shuning uchun men yana qayta sizga har kuni efir ochib, siz ko'rishingiz uchun, diqqatingizni tortish uchun qilyapman. Bizani diqqatimizni tortmaydi bunaqa narsalar. Bizani diqqatimizni boshqacharoq narsalar tortadi. Ya'ni visokovibratsion bilimlar emas, katta natijalarni, uyi bo'lsa, mashinasi bo'lsa, ya'ni
uchinchi o'lchamdagi masterlarni yutuqlari tortadi ongimizni. Va ko'pchilikni ongida moddiy buyumlarga bor, kasallikka to'lov bor, dori-ukolizga to'lov bor, lekin uni yechimini butun umrga sizni kasallik o'lchamidan chiqarib beradigan, butun umr bizni pulsizlik o'lchamidan chiqarib beradigan, ongimizni keyingi stansiyaga, ya'ni pul oqimini 2x ga ko'tarib beradigan bilimlarga himoya kuchli bo'ladi. Nega mana shu himoya uyg'onadi? Bugun shu vaqtda rosa kirib chiqyapsizlar. Go'zallarimiz xush kelibsizlar. Hamma kirib kelayotganlar. Nega mana shunaqa himoyalar uyg'onadi ongimizda? Sababi instinktivniy ong yonib ketadi. Ota-bobolarimizni ongi yonib ketadi. Ya'ni ko'pchilik o'ylaydi-ku, birinchi, ikkinchi o'lcham tushuntirganimdek o'sha ong yonib ketadi. Birinchi, ikkinchi hayvoniy instinkt ong yonib ketadi. Hayvoniy instinkt ongini ham tushuntiraman hozir. O'sha yonib ketadi, shunga ham pul to'laysanmi? Mana birinchi ong o'lchami. Bunaqa bilimlarga borib o'tirma, bunaqa bilimlarga to'lab o'tirma, eng kamida turmush o'rtog'ingiz aytadi. Shunaqa bilimga ham pul to'laysanmi? Siz hech kim aytmasa ham ongingizda shu fikr keladi. Shunaqa bilimga ham pul to'laysanmi? Birorta bir foydasi yo'q degan insonni ongida mavjudotlar diktovka qiladi. Mana shu himoya deyiladi. Ko'rmaydi ham, o'qigisi ham kelmaydi, insonni ko'rgisi ham kelmaydi. Chunki hayotimizni o'zgartirishni istamaymiz, azizlar. O'tgan safar ham men efir ochganimda ko'rdim lomkani, himoyani. Chunki proyekt kichkina emasda, sizga berayotgan proyektim kichkina proyekt emasda, ochib sochib natijaga chiqarib beradigan proyektda. Ko'rdim, lomkani ko'rdim, himoyani ko'rdim. Efirdagi ishtirokchilarni chalg'ituvchi mavjudotlarni ko'rdim. Qanaqa chalg'itishyapti. Bugun hozir jonli qatnashayotgan insonlar jonli qatnashib eshitishadi. Qolganlar zaps tashlab qo'yamiz kanalda, o'sha zapslarni eshitishadi. Ko'pchilik chalg'ib yuribdi-da, ko'pchilik xabari ham bo'lmayapti. Chalg'ish nima? To'y chiqib qoladi, oradan ma'raka chiqib qoladi, bolasi yig'lab qoladi, o'sha kuni nimadir ish chiqib qoladi. Men o'zimni ham bugun chalg'itishda rosa ishim ko'payib ketib qoldi ko'chada. Lekin mana shu proyektni o'tkazishga ahd qilib, men to'xtovsiz efirlar berib yig'moqchi bo'ldim-da odam. Bizada odam yig'ilgan. Men ko'proq, yana ham kengroq auditoriyaga bermoqchiman bu bilimlarni. O'shaning uchun ko'pchilik tayyorda, ko'pchilik tayyor, yorib o'tolmayapsizlar. O'sha yorib bugungi efir yorib o'tishga xizmat qilib berish uchun yaratiladi. Borliqda takliflar ko'p. Borliq sizga kataloglarni ko'rsatadi. Borliqda juda ham ko'p takliflar bor. Ertalab mana tur desa, ertalab turganingizdan kuningizni misol uchun 3-4 ta ishni bajarib yoki kuni bo'yi telefonda Instagram ko'rib vaqtingizni o'tkazishingiz mumkin. Ya'ni kuningiz besamar o'tadi yoki kuningizni o'zingiz rejalashtirib, g'oyalarni berib, realizatsiya qilib, maqsadlar ro'yxatini yozib, kunni o'zingiz planlashtirib, har bitta kelgan g'oyani yerga ulab, uni yaratishingiz mumkin. Ya'ni kun bizaniki, sizga tanlov qilib berishadi, tanlovlar, kataloglar chiqib turadi. Yo xohlang siz kuni bo'yi kurs eshitishingiz mumkin, yoki kuni bo'yi kino ko'rishingiz mumkin, yoki kuni bo'yi siz kimnidir g'iybat qilib telefonda gaplashib o'tirishingiz mumkin. Bu tanlov sizga mavjudotlar o'zini katalogini taklif qiladi. Hech qachon bizda bepul efirga kiramiz, himoyamiz yo'q. Qanaqadir bir efir qilsam kiramiz, visokovibratsion bilimlarda himoya kuchli. Ong stansiyalari bu visokovibratsion bilim edi-da, sizga professional bilimni berishga harakat qilib ko'rdim. Lekin to'lov bo'lmagani uchun ko'rdimki, portal kichkina, tayyor emas ongi. Insonlarning ongi tayyor emas. Chunki u to'lov asosidagi bilimda tayyor bo'lgan insonlar to'lov degani ichingizdan joy to'lib turgan miyangizdan joy ajratasizda, o'zingizdan energiya berasiz, ichkaridan joy ochiladi o'sha bilim sizga kirishi uchun. O'sha vibratsiya chastota sizga kirishi uchun. Ichimiz to'lib yotibdi, hamma narsaga to'lgan ichimiz.
insonni ongi musorlar bilan to'la, rivojsizlikka doir mavjudotlar bilan, bizni chalg'ituvchi energiyalar bilan to'lib toshayapti qizlar. Ko'pincha bizada borliq takliflarida rivojsizlikka javob beruvchi mavjudotlar bizaga taklif qiladi. Bilasizmi, rivojsizlikka javob beruvchi mavjudotlar o'zi bizani ichimizda yashaydi. Ular bizani ongimizda programmalarda turadi. Urashvaga bizga. Ular biza bilan yashaydi, ular bolaligimizdan biza bilan birga va bu mavjudotlar hech qachon sizga bermaydi. Sizni ongingizni uyg'otuvchi kursga qatnashishingizga, to'lov qilishingizga, yorib o'tishingizga bermaydi. Men o'zim eslab bilaman, shunaqangi katta lomka uyg'ongan. Endi men birinchi marta pulli kursga qatnashayotgan vaqtimda majbur bo'lganman. Vaziyat quturib turgan holatda 2020-yili. Undan oldin ham pulli kurslar sotib olganman. Faqat zapsnida jonli bo'lgan kursga yozilayotgan paytimda dekretda edim. Qo'limda pulim yo'q edi. Turmush o'rtog'imdan pul ola olmasdim, sababi turmush o'rtog'im bunaqa bilimlarni keraksiz deb jinni-g'inni narsaga pul sarflash deb o'ylardi-da. Shunga ham pul sarflaysanmi degan ongi bor edi turmush o'rtog'imni. Albatta bu ham bizani ongimiz. Manda bo'lgandirda shu ong, shuni akslantirib beradi turmush o'rtog'im. O'zim ko'rmayotgan taraflarimni. Va shundan keyin majbur bo'lganman, holatim juda yomonlashib, farzandlarim bu tajribani ko'paytib berganman. Pullarim bor, pullarim to'xtovsiz farzandlarimni kasallanuvdi, shamollayverdi. Topgan pulimiz farzandlarimni tuzatishga ketdi. Boryapmiz, anaqa aptekadan dori-darmon olyapmiz. Qarasam, bu bilimlarni ichida yurgan, kurs sotib olgan, o'zini ustida to'xtovsiz, o'ziga qizg'anmasdan, o'ziga o'sha pullik, jonli kurslarni ravo ko'rgan o'quvchilar boshqa stansiyada yashayapti. Ular chiqib ustozimni ko'rganman, kasallik o'lchami yo'q, tark etganman deyapti. Uni ko'rib judayam havasim kelganda, men ham xohlagan, ammo to'xtovsiz kasal bo'layotgandi bolalarim. Men o'zim 3 oy kasallanib qolgandim, tomog'im og'rib. O'sha transformatsiyalarda 2020-yil karantin vaqtlari juda chuqur transformatsiyada uyg'onishimiz kerak edi-ku hammamiz. Va shundan keyin dil uzugimni sotmoqchi bo'ldim, nigoh uzugim bor edi. Uni sotgim kelmadi, sababi u men uchun qadrli edi. Keyin nima qilib berishdi kosmik komandan? Mani kosmik komandan shunaqa qilib berishdiki, eng qadrli narsangni olib qo'yamiz. Hozir yo ruhiy bilimlarga qizg'anmasdan pul to'lov qilishni o'rganasan, yoki shu pastki o'lchamda, kasallik o'lchamida, o'zingni o'zing barbod qilish o'lchamida, kechira olmaslik o'lchamida, munosabatlarda karma o'lchamida qolasan. Tanla deyishdi. Tanlov o'zimda edi. Yo'naltirishdi kosmik komanda. Chunki men bu bilimlarga kirib bo'lgandim. Hammangiz kirib bo'lgansiz bu bilimlarda. Lekin qaysidir bir qizg'anchiqlikka mavjudotlar sizni bermayapti. O'sishingizga, rivojlanishingizga, to'xtovsiz o'z ustida ishlashingizga bermayapti. Va shundan keyin nima bo'ldi? Nigoh uzugim, eng qadrli sotishni istamayotgan uzugim yo'qolib qoldi. Bilmayman, qo'limdan tushib ketganmi, plisosda anaqa qilib ketganmi, eng qadrlisini olib qo'yishdi-da mendan, yo'qolib qoldi. Plisosda tushgan bo'lsa, men uni anaqa qilib yuborganman-da, musorga ketgan. Keyin tushundim qattiq-qattiqani, eng qadrlisi yo'qolib qoldi, chunki qadrli bo'lgani uchun sotolmasdan turgandim. Eng qadrlisi yo'qolib qoldimi, demak, yana bitta uzugim bor edi-da, borib shuni sotib, men kursga yozilganman, sababi o'lib qolayotgandim. Mana bu tarafimda munosabatlar sistemasida, mana bu tarafimda o'lib qolaman deb o'ylayotgandimda, mana bu tarafimda iringli shish chiqdi-da, qo'rqib ketdim. Men bilaman-ku endi o'sha paytda bilimlarim bor edi, kechira olmaydigan bitta insonim bo'lib qoldi-da, chuqur karma vaziyat berilganda, o'sha birinchi vaziyatim ham shu
kurslarga pul qizg'anganimdan bo'lgan. 7 million pul bo'lgan mani qo'limda. Men uni adab turganman. $180 bu kursga to'layman. Atab turganman. $180 bu kursga to'layman. Bunchasini bu kurslarga to'layman degan joyimda bermaganman men pulni. Ana o'shandan keyin shunaqa pastga tushirib yuborishdi. Mani tayyor emas buni ongi deb kosmik komandam pastga tushirib yuborishdi. Shundan keyin menga o'rgatishdi. Ya'ni yuqori ong stansiyasiga tayyor emassiz. Borliq taklif qildi o'sha paytda ham menga. Taklif qilishgandi. Mana senga shunaqa nurli yo'l tanla. Yoki biza bilan ket, mana bu uyg'on master bilan birgalikda ongli uyg'on yoki qol shu karma o'lchamingda. Pul sistemasida ham xuddi shunaqa. Chunki karma o'lchamida yashaymiz biz. Men o'shanda qizg'andim pul. Bu tajribani men tirik yashab berganman. Shu uchun men tirik yashab berganim uchun 3-4 yil men qiynalib yashab berganim uchun mani poliyamda, mani master bu tajriba kurslarga to'lov qilishda qiziqmasdan to'lash. Bu men yashab o'tgan tajriba. Mani masterlik maydonimga kirgan hamma shundoq kirishadi-ku, menda coach olishadimi, kurs olishadimi, sirrozi to'lovli kurslarga ochilib ketishadi. Man uni kasal bo'lib, 3 oylik kasal bo'lib, 3 yil tajribadan o'tib yorib chiqqanman-da. Ana shu tajribani olishadi. Natija bu. Goh ishtirokchimiz biladi bu natija ekanligini, gohsi bilmaydi. Master maydonida turgani o'zidagi natija. Shundoq ko'raman, ya'ni endi birinchi bo'lib mendan kurs sotib olishadi-da. Onam anaqa qilganman, kichkina kurs, keyin katta summalarga tez coach olgan ishtirokchilarimiz hammasi kurslarga ochilib ketishadi. Ya'ni o'sha men shuni oyog'imni qonatib, dabdalam chiqib, chuqurlarga tushib, yiqilib o'tganman bu tajribadan va shuni beryapman. Ya'ni master sizga tajribasini beradi. Tajribasiz o'sha ishtirokchimiz 2 oymi 3 oy qatnashgan ishtirokchilarimizda stil missiya yo'limda sirrozi puli kurs ochib ketishgan. Ularga 3 yil kerak bo'lmagan. Aynan joyli kurslarda, aynan pul sistemasida kengayish nomli efirimizda proyektimizda xuddi shunaqa narsa azizlar. Tajriba olasiz siz. Men o'zim yashab o'tgan, yaqinda o'zim chiqqan serobgarlik, cheksizlik o'lchami energiyalarni sizga beryapman va ongli o'tilgan bu bilimlar. Tushunaman, himoya kuchayib ketadi hammada. Tushunaman, hammada, ayniqsa pul sistemasida, chunki kambag'allikka, qizg'anchiqlikka doir dasturlar aktivlashib ketaveradi. Efirga kirgimiz kelmaydi. Reklamalarni o'qigimiz kelmaydi. Eng kamida bu o'zini sotyapti. Bunga pul kerak, bu reklama uchun qilyapti deyishadi. Yo'q azizlar. Men reklama qilish uchun emas, proyekt tushirildi. Bu proyekt tirik tajribalar asosida va professional tarzda bag'ishlovlar, kodlar va sizni pul sistemasida orqaga tortib turuvchi energiyalar, bularni xizmat qilib berishim kerak. Xudoga xizmat, ilohiy xizmat mavzusi bor shu pul sistemasida kengayish proyektimizda. O'shanda tushunib olasiz. Ya'ni men xizmat qilib beraman. Proyektni tushirgan kosmik komanda, avliyolarimiz, kurator farishtalarimiz siz birinchi o'zi bunaqa bo'ladi, nur masterlarida. O'zi insonlar pul sistemasida qiynalayotgan bo'lishadi-ku, to'xtovsiz Xudoga murojaat qilaveradi. Nima qilish shu joyda? Ey Xudo, nimaga menda shu vaziyat? Ey Xudo, shu qanaqa qilib men pulda savollarim hal qilay deyaveradi-ku. Keyin biza nur masterlarni tayyorlashdida yerga xizmat qilish uchun psixologlar bor, har qanday o'lchamdagi masterlar, psixologlar bor. G'oya keladi bizaga. U g'oya Xudoning g'oyasi. Biza o'tkazib beramiz. G'oya keladi. Sana auditoriyada shunaqa ishtirokchilar bor. Ana shu savollarga hammasini o'tkazib berasan. Sen o'tib bo'lgansan, bilim asosida. Ularga o'sha bilim yetmayapti. Olib o'tib ber. Meni o'zim cheksiz pullarga ochildim hozirda. Shu uchun beryapman. Agar pul sistemasida natija bo'lmaganda bera olmasdim. Yaqinda men o'zim $3000 pulga ochildim. Osonlik bilan, yengillik bilan, ya'ni nur ongida, Merkaba tezligida kirib kelyapti-da bu.
3 o'lchamda emas, 6 rassada ochilganda, 3 ong o'lchamida ochilgan pul sistemasi umuman boshqa. 6 rassada ochilgan umuman boshqa. 6 rassada $3000 chiqish uchun inson zo'r ishlashi kerak o'zini ustida. Mana shunchagina kibrga kirmaymiz. Men pul topish uchun harakat qilsam, pul berilmaydi menga. 6-rassadagi asosiy tushunchalardan biri hozir yer 6-energetik sentrda. Bu ilohiy xizmat, Xudoga xizmat. Shuni tushunib olinglar. Agar siz proyekt haqidagi sizga berayotgan axborotlarimiz bu reklama, pul topish uchun hamma psixologlar, nurmasterlar ishi pul topish desanglar, adashasizlar. Bizning asosiy vazifa taklif berishim kerak. Taklif qilaverishimiz kerak, taklif beraverishimiz kerak. Chunki men bilaman, aynan shu takliflarni bittasini ko'rmagan, ikkitasini ko'rmaydi. Hamma prosmotrlarni kuzatib ko'rsam, aynan shu paytgacha aktiv bo'lgan komanda aynan proyektni ishga tushirayotgan paytimizda qayerdadir yo'q bo'lib ketishyapti. Himoyaga kirib. Tushunaman hammasini yer o'yinlarining ichidan yer o'yinlaridan uyg'onib kelyapman-ku, shu o'yinlardan bilimlar asosida chiqib kelyapman-ku. Azizlar, mavjudotlarga farqi yo'q. Pul sistemasida sizda pul o'zi insonni asosiy sizni rivoj yo'lingiz qoladi. Misol uchun e'tibor bering. Hamma narsaga pul bor. Anaqa uy qurishga pul bor, to'y qilishga pul bor, bolangizni repetitorga pul bor, e'tibor bersangiz sog'ligingizga pul yo'q. E'tibor bergansizlar maza qilishga, sayohatga pul yo'q. Ruhiy bilimlarga kelganda pul yo'q. Nega? Hamma bizani rivojlantiruvchi aspektlarda pul yo'q. Chunki bizda biz kambag'allik ongiga javob beruvchi pulsizlikkadir mavjudotlarga, aybdorlikkadir stansiyaga bizani sehrobgarligimiz kerak emas. Xuddiki misol uchun uni biz ongli yaratamiz bu pullarni. Ongli tanlov qilasiz, qaror qilasiz. Men o'zgartiraman hayotimni. Bo'lmasa kelolmaysiz pullik kurslarga. Kelolmaysiz coachingga, coachingga yozilishadi ishtirokchilar. Kichkina summa to'lashmaydi coachingga yozilgan ishtirokchilar. Mana hozir qo'ygan summani har bitta dars uchun to'lashadi. 888 ming so'mni har bitta dars uchun to'lashadi coaching ishtirokchilari. Nega to'la olishadi? Chunki master bo'ladi. Master o'sha mavjudotlarni ko'rib, korreksiya qilib, o'sha master maydonida bo'lgani uchun o'tib ketaveradi keyingi stansiyaga. Hozir tushunaman, sizni holdingizda master yo'q, lekin joyli efir berib, o'sha sizni korreksiyalamoqchi bo'lyapman. Qaranglar. Bu rivojsizlikka javob beruvchi mavjudotlar xuddiki shunaqaga o'xshaydi. Misol uchun, mana kanam bor, inson hayvonni so'radi yoki men shunaqa baliqlarni ko'rganman, kitlarni tozalashganini, manaqa parazitlar borda, so'rib yuradi. Uni ongi yo'q, ola olmaydi, so'rib yuraveradi. Yoki ko'rganman mushukda hamma joyi, kuchukda hamma joyi kana bo'lib ketadi, olmaydi. Yoki uyingiz borku, uyingizda qurt-qumurtqalar bosib ketadi, agar hech qayerda yig'ishtirmasangiz, ivirsib yotaveradi. Siz uni ongli qilasizmi? Kuchukda ong yo'q-ku. Yashayveradi o'sha mavjudot bilan. Nega hayvonlar bor deb o'ylaysiz? Nega kana bor deb o'ylaysiz? Bu bizning aksimiz, butun borliq. Biz ham pulsizlikka doir mavjudotlar bilan yashayapmiz. Kuchuk ongi yo'q-ku kuchukni. O'sha joyda biz ham instinktivniy, mana shu birinchi ong chakrasi deyiladi. Instinktivniy hayot, hayvonlardagi hayot. Sizni so'rib o'tibdi mavjudotlar pulsizlikka doir yetishmovchilik ongida, kim sehrobgarlik ongida yashaydi? Kim baxt topgan pulidan-da siz topishingiz mumkin, u baxtga xizmat qilyaptimi? Savol. Siz oyiga 30 million toparsiz. U nimaga ketyapti? Siz rivojingizga ketyaptimi? Yoki rivojsizlikka javob beruvchi ego mavjudotingizga ketyaptimi? Sizni baxtingizga, quvonchingizni ketyaptimi? Sizni o'stirishga ketyaptimi? Ruhiy planga ketyaptimi? Sog'ligingizga ketyaptimi? Pulni eng asosiy birinchi sarflaydigan joyimiz bu ruhiy plan. Pul sistemasida kengaymoqchi bo'lsangiz ham bilim olish kerak. Beshikdan to qabrgacha ilm izla deb bekordan bekorga aytilinmagan. Mana shu maqollarni mukammallikka erishgan, donishmand ustozlar, komillikka erishgan ustozlarimiz aytib ketgan.
Biz ham shu mukammallikka qarab intilyapmiz. Serobgar bo'lishgan. Ya'ni hech qachon siz o'ylamang, osmondan kimdir berib qo'ymaydi, yaratasiz, qaror qilasiz, yaratasiz. Pul sistemasida kengayotgan vaqtimizda birinchi bo'lib bizada himoya ko'tariladi. Keraksiz, menga kerak emas, menda hammasi joyida-ku degan himoya ko'tariladi. Mantra ko'tariladi, qo'shiq har doimki nima keragi bor, menga nima kerak, yoki men o'zim yangi kurs sotib olganku, men degan energiyalar ko'tariladi. Bilingki, hammasi bir-birini to'ldiradi. Agar siz tortayotgan bo'lsa, agar shu vaqtda siz o'zingizni his qilayotgan bo'lsangiz, bu joy sizga kerak. Uni qalban his qilasiz. Qalban his qilasizda tortaveradi sizni o'sha kurs tortaveradi. Shu tortayotgan proyekt bu ilohiy ruhingizga kerakli proyekt. Sizni ilohiy ruhingizni tajribalardan o'tish uchun kerakli proyekt bo'ladi. O'sha proyektdan qizg'ansangiz, ilohiy ruh o'ziga qattiqroq darslarni tortib oladi. Ya'ni men aytmoqchiman, boshida sizga hozir e'tibor bersangiz, aksariyat masterlar hammasi pul bo'yicha o'tyapti. Ayniqsa nur masterlar. Bekordan bekorga emas. Sababi undan buyog'iga pul sistemasida qiyinchiliklar oldinda turibdi. O'shaning uchun ham biza oldindan sizni tayyorlashyapti. Farishtalar, yo'naltiruvchi kuchlar, Xudoning rejasi bu. Oldindan bizni tayyorlashyapti-da, sizga tayyorlan, kir mana shu kursga taklif bu. Bizni taklifimiz Xudoning taklifi bu. Ol mana shu kursni, mana shunaqa shans. E'tibor bersam, ustozlarimga ham qarasam, unaqa qimmat ham qo'ymaydi. Mana shuncha narx qo'yishadi. O'zimni eng o'sha O'zbekiston bo'yicha eng yuqori ustozimga qarasam ham, kursda berilayotgan energiya $5,000, $10,000 energiya. Qo'yayotgan narxni qarasam, chunki Xudoga xizmatda u joyda. Narxni qarasam, 10 karra kichraytirilgan. Biz ham hozir shunaqa qilyapmiz, azizlar. Chunki himoya kuchli. Asl bilimlarda himoya kuchli, hammada kuchli. Uyg'onishda himoya kuchli. Uyg'onmaguncha vaziyatlar qo'ymaydi bundan buyog'iga. Mana shu taklif. Demak, pul sistemasida kurslar ko'p berilyaptimi? Olavering hamma kursni. Olavering, eshitavering, bilimlarni olavering. Bu tayyorgarlik bundan buyog'iga pul sistemasida sani mana bunaqa qilib oldingi davrdagi osongina o'tirmaysan. Pul sistemasidagi kurslarni ol, tayyorgarlik. 2012-yildan beri tayyorgarlik ketyapti. E'tibor berayotgan bo'lsangiz. 2012-yilda hamma munosabatlar bo'yicha kurslar. Hozir e'tibor bersangiz, pul bo'yicha bilimlar berilyapti. Pul, ayollik bo'yicha hamma sistema qamrab olingan. Har bir sistema kerak. Lekin hozir ko'proq pulga, ya'ni ilohiy xizmatga o'tish kerak odam. Qo'yivor pul sistemasini ham joyiga deyapti, butun boring. Xudo aytyapti. Pul sistemasida kim biladi? Munosabatlarni bilmaymiz-ku biz. Munosabatlarda bilamizmi? Asl munosabatlar qanaqa bo'lishini? Biz nima olamiz? Obraz olamiz. Ota-onamizdan obraz olamizda, o'sha obraz bo'yicha tupa degani instinktiv hayvoniy ongda yashayveramiz. Kim nima qilsa shuni qilib. Pul sistemasida ham shunaqa. Ota-boyingiz nima qilgan bo'lsa, siz ham shuni qilaverasiz. Endi unaqa qilish mumkin emas. Mana shu takliflarni qabul qilib, olib, kurslarni olib, o'qib ketaverish kerak. Instinktivni. Ya'ni qizg'anchiqlik ongidan chiqishimiz kerak, azizlar. Uzr. Orqaga surayotgandim. Shu joygacha tushunarli bo'lyaptimi? Men aytmoqchimanki, men bu kursni qadr-qiymatini tushirmoqchi emasman va shunaqa sizga takliflar kiritdim. Yana imkoniyat berdim. Sababi o'ylab qarasam, sizni his qilib qarasam, shanba kuni biz birdan ochdikda, bu narsani bir kunga shanba kuniga ochganda juda ko'pchilik xabar bo'lmasdan qolibdi va menga aytishdi, sizni vladikalar aytdi, sizni xizmatchilar, farishtalar aytishdi, yana och bor, yana qalblar, himoyadagi qalblar bor. Ular uchun ham och
bu anaqani ko'proq imkoniyat ber, ongiga, aqliga ko'proq shunaqa g'oyalar kelaverdi-da, ko'proq sizlarga imkoniyat berishim kerakligini aytishdi. Chunki ko'pchilik kutishayotgan ekan va men shunaqa imkoniyat kiritdim. Yana bugun biz ochamiz 888 minglik bonuslik narxi. Bilasiz, asl narxi $300 bizani kursimizni va hozir bonusli narxda kecha ochgandik va oldingi kun ochgandik, shanba kuni, yakshanba kun yopgandik buni va o'zi bir kungagina ochmoqchi edim, qaytib ochish niyatim yo'qdi to'g'risi. Sababi asl narxida asl narxida ochmoqchi edim narxni, chunki trade energiyalari oddiy emas. Oddiy bo'lmaganligi uchun, shunchaki oddiy bo'lmaganligi uchun men bu asl narxida ochaman, boshqa ochmayman bu narxda deb turgandim. Ishtirokchilar yozilishdi, lekin yana keldi bu g'oya. Va shuning uchun men yana sizlarni his qilgan holatda shunaqa g'oya keldi azizlar. Biza yana ochamiz 888 ming, 999 ming hamda 1,111 minglik to'lovni ochamiz. Faqatgina 5 ta birinchi yozilgan ishtirokchi, 5 ta ishtirokchi uchun 888 minglik to'lov, 6-chi ishtirokchidan boshlab 999 ming so'm narxga yozilsangiz bo'ladi. Keyin yana 5 ta to'lgandan keyin 10-chi ishtirokchidan boshlab 10-dan to 15-chi ishtirokchigacha 1,111 ming so'm to'lov asosida, ya'ni birinchi ilk to'lov qilgan, bron qilgan ishtirokchilarimizga shu narxda ochamiz. Shu narxda qabul qilamiz. Va o'sha 888 ming so'mlik to'lov asosida yozilgan ishtirokchilarda azizlar, Nur ongida oldingi kursimiz Nur ongida pul yaratish hamda pul sistemasida kengayishda 20 ta asosiy strategiyalar bo'yicha men bilimlar berganman. Ana shu bilimlarni sizni yana ham to'ldiradi. U joyda 8 ta 16 da bu 8 ta proyekt, endi bu 8 ta darsga mo'ljallayapmiz, bilmayman buni mintadan ham oshishi mumkin. Chunki o'tgan safar aytib o'tganimdek, bir kunga degan mavzum 2 kunga ham bo'lishi mumkin. Oldin yozgan proyektlarimda shunaqa edi-da, bir kunga degan mavzumni 3 kun ham o'tganman-da. Ko'p narsa yozilgan ekanda. Bag'ishlov bir kunga yozganman, u ko'p kunga yetgan. Bir 2 soatlik narsani yozgan ekanimda. Shuning uchun har bir kuni 2 soat 2 soatdan o'tgan bo'lsa, biz darslarni 3 soat bo'lib ketgan ham tugamaganda u. O'shaning uchun kursda o'zi 2 soat juda ham normalniy vaqt, ong shunaqa qabul qila oladi, axborotlarni yaxshi qabul qila oladi. Shuning uchun men yana ochishga qaror qildim va 999 minglik narxda Nur ongida pul yaratish hamda pul yaratish bo'yicha 20 ta strategiya, nazariy hamda amaliy kurslarimiz 75% chegirmada 888 minglik, 999 minglik narxda yozilgan ishtirokchilarimiz uchun mana shunaqa chegirma bo'ladi va 1,111 minglik narxda yozilgan ishtirokchilarimiz esa bepulga taqdim qilinadi. Birinchi, ikkinchi kurs puli hamda sizdan bonus sovg'a. Keyin asl narxini ochamiz. Shu 15 ishtirokchidan keyin yana qabul davom etadi bizda. $165 sotuvdagi narximizda ochamiz. $165, ya'ni 2,145 ming so'm asosida ochamiz biza kursni. Unda sovg'aga beriladigan kurslar Nur ongida pul yaratish bo'yicha 20 ta strategiya hamda sizga beriladi sovg'aga. Men his qildim, qaysi kursni sovg'aga bersam ekan deb, 3 oylik asl missiya yo'lim retriti deb aytishdi va 3 oylik asl missiya yo'lim retritini 21 ta darsdan iborat juda ham chuqur proyektni sizga taqdim qilaman. Bular hammasi bepulga $165 narxda yozilgan ishtirokchilar uchun beriladi. Xohlang 5 ta 5 talikka kiring. Bu asl missiya yo'lim proyektini o'zi $333. Hozir sotuvda necha pulga qo'yganmiz yodimda yo'q. Administratorim biladi. Va mana shu kursni keyin sotuvga qo'yganimda $300 ga ochamiz. Ya'ni shuni bilingki, jonli yozilayotgan paytda, jonli ishtirokchilar kelayotgan paytda proyektlarni o'sha arzonroq narxga o'tganman har doim. Keyin sotuvga chiqayotgan paytda $300 qimmatroq narxda qo'yamiz biz. Himoyalarni yorib o'tish uchun.
Chunki o'sha sotib proyektni o'tib bo'lgandan keyin uni yanayam ko'rasizda, proyektni kuch-qudratini, natijasini ko'rib, qudratini ko'rasizda proyektni. O'sha asl narxida qoladi. $300 narxda keyin o'tib bo'lingan kursni olsangiz bo'ladi. O'shaning uchun hozir har biringizga imkoniyat, har biringizni ongingiz uchun aytilyapti hammasi. Bu savdolashish emas bu narsa. Sizni aqlingiz foyda ko'rgan joyda pul to'lov qila oladida. Aqlingiz foyda ko'rishi uchun qilinyapti hamma strategiyalar. Sizni ongingizni hisobga olgan holatda, 3-ong o'lchamida turganingizda hisobga olgan holatda qilinyapti hamma narsa. Chunki hamma his qila olmaydi-da. Bu bilimlarga ongingiz, masalan, men masterni o'ziga, ishtirokchilar soniga yoki natijalariga qaramasdan his qilib pul to'lov qila olaman. Oldingi ongimga qarasam, men ko'pincha masterga qarardim. Uni o'zini tutishiga va boshqa moddiy tomonlariga e'tibor berardim. Ya'ni ko'p narsani moddiyat bilan o'lchardim. Master distansiyasiga e'tibor ham bermasdim. Ko'zim bilan ko'rib turgan biron nimam bo'lsa ishonardim. Ya'ni stansiyani his qila olmasdim-da. Oldingi ongimda ko'pchilik his qila olmaydi, ajrata olmaydi. Masterlarning stansiyasini, bilimni stansiyasini, qaysi stansiyadan berilayotganini, qaysi o'lchamdan berilayotganini va o'sha qanchalik stansiya yuqori bo'lsa, shunchalik natija siz mavjudotni tark etasizda, pulsizlikka doir mavjudotlarni tark etasiz. Va azizlar, bizda baxshlovlar, amaliyotlar, praktikalar beriladi va pul hamma bilan ishlanadi kursda. Kecha safar ham aytib o'tdim, bugun yana va yana qaytib aytyapman sizga, chunki qayta aytilishi kerak. Qayta shunaqa so'zlar bo'ladiki, siz qayta eshitishingiz kerak bo'ladi u so'zlarni. Mana shu azizlar, proyekt haqida bugun 22da qabulni ochamiz va sizlarga savol, necha kun qabulni ochamiz? Shu haqda ham o'zim o'ylab ko'rdim, 1 kunga ochsammikin, 2 kunga ochsammikin, necha kunga qabulni ochamiz azizlar? Shu haqda ham yozib boringlar. Yo'q, 888 mingga kirganligi yo'q jonim u kurs. Sizlarga 75% chegirma bor. Xohlasangiz, agar mana shu yo'q, menga ham o'sha sovg'a asl missiya yo'lim retriti sovg'aga kerak desangiz, $165 to'lov qilsangiz bo'ladi. Shunaqa men kiritdim. Bo'lishi mumkin-ku. Mana sizga o'xshab xohlasa agar, mayli, yo'q, menga kerak emas bu chegirma, asl narxida to'lov qilaman deb to'lov qilsangiz bo'ladi jon. O'shanda asl missiya yo'lim retriti va qolgan kurslarni sovg'aga olsangiz bo'ladi. Noylapa. Mana shunaqa imkoniyatlar bularni keyin postlarda yoritib ham beramiz. Hammangiz ko'rsangiz bo'ladi. Donalab dars olish bormi? Donalab dars olishni qo'yamiz. Buni ham boshlangan paytda ochamiz bu narsani. Ya'ni bitta darsga kirasizda, bo'ldi, o'sha darsga kirasiz, kanallarga qo'sha olmaymizda. Sizda bitta darsga kirasiz, keyin o'sha darsni olganingizdan keyin sizga o'sha dars zapisi beriladi. Sizga zapis bera olmaymizda. Ko'ramiz buni o'ylab ko'rish kerak ekan. Donalab dars olsa, balki qilarmiz shunaqa. Dars qachon boshlanar ekan? Azizlar, 28-apreldan boshlaymiz. 21-aprelga biz rejalashtirayotgandik. Meni coachinglarim juda ham ko'payib ketib qoldi. Proyekt energiyalarni sizga berishga, ulashishga vaqt yetkaza olmay qoldim. O'shaning uchun hozir anchagina o'zim sanjab bo'lib, anchagina o'quvchilarni bitirishganidan keyin bor energiyamni qaratganimdan keyin vaqt qo'shishga qaror qildim yana. Ya'ni 21-apreldan emas, ertaga 21-aprel, 28-apreldan qabulni davom ettiramiz. Qaranglar, bo'lmasa 3 kunda qabulni ochamiz va mana shu 3 kun ichida mana shunaqa imkoniyat sizga beramiz. Ya'ni birinchi yozilgan 5 kishi 888 minglik to'lov asosida
yozilgan ishtirokchilarda shu narxda yozilib, boshqa kurslar uchun 75% chegirma, 999 minglik kurslar uchun ham 75% chegirma. Keyingi yana 5 kishi uchun 1,111,000 so'mlik narxda bo'ladi. Va unda sovg'aga olasiz kurslarni, ikkita kursni. $165 yozilgan ishtirokchilar esa hamma proyektni Nur ikkita kursi bo'yicha proyektlarni sovg'aga olishadi va asl missiya yo'lim retritini sovg'aga olishadi. Mana bu yerda Nargiz opa borlar. Butun boshli bazaviy proyektimizni hamma proyektlarimizda olib eshitayotgan ishtirokchilarimiz ham bor. 1 yillik kurslarga to'lov qilib qo'ydilar-da, bazaviy proyektda o'qiyaptilar hozir. Savollar bormi yana azizlar proyekt haqida? Bir kunlik qabullarni ham ochamiz. Bo'lib to'lash ham bor azizlar. Faqat bo'lib to'lash dars boshlangungacha. 2-3 ga bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Dars boshlangungacha to'lov qilgan, to'liq to'lov bo'lishi kerak. Chunki unaqa katta summa emasda, $1000 kursi emas-ku, bemalol to'lov qila olasiz. 2-3 kunda yarata olasiz pulini, katta xohish bo'lsa. Va azizlar, bizda kursga to'lov qilayotgan vaqtda uyg'onadigan himoyalar, istalgan bizni rivojga etadigan, mana oddiygina batlarni olmoqchi bo'lasiz-ku, sog'ligingiz bo'yicha yoki sportga qatnashmoqchi bo'lasiz-ku, sog'lom ovqatlanmoqchi bo'lasiz. Qila olasizmi shuni? Qancha himoya ko'tariladi? Xuddi mana shunaqa narsa. Juda kuchli himoya ko'tarilib ketadi. Shunaqa paytda nima qilish kerak? Shu haqda bugun gaplashib o'tamiz. Tushunarli bo'ldimi bu joyi? Yaxshi. Endi borliq takliflar haqida sizga mavzu berib o'taman. Borliq bu katalogdan iborat. Ya'ni borliqda kataloglar, hayot o'zini kataloglarni, mavjudotlar, o'lchamlar o'zini kataloglarini sizga ko'rsatadi. Mavjudotlar. Shunaqa kataloglar bor. Yengil tabiatda yashash mumkin. Shundoq Instagramga kiring. Bitta qizni ko'rib qoldim, blogerda mazza qilib aysh-ishrat qilib yuribdi. U ham bitta taklif. Tanlashingiz mumkin. Uni ko'rib, mana bu ham shunaqa yashab yuribdi-ku deb kirib ketish mumkin. Nega siz kirib keta olmaysiz? Chunki u o'lcham siz uchun yopiq. Siz borib aysh-ishrat qilib yura olmaysiz. Chunki u sizga qiziq emas. Siz uni yashab o'tib bo'lgansiz. Sizga bitta erkak bilan munosabatni uzoq muddat qurish qiziq, sizga farzandlar qiziq, farzandlar oldida onaligingiz qiziq, ruhiy rivoj qiziq. Xuddi shunaqa pul sistemasida ham mavjudotlar o'zini takliflarini sizga taklif qiladi. Ya'ni har doim bizni butun olam katalogdan iborat va biz o'zimizni ilohiy ruhimizga mos bo'lgan o'lchamdagi energiyalarni tanlaymiz. Demak, siz mana shu kanalda bormisiz? Demak, siz ruhingiz uyg'onishga tayyor degani. Bizni kanalimizda 1, 2, 3 o'lchamda bu bilimlarga tayyor bo'lmagan ishtirokchilar qola olmaydi. Keyingi beriladigan yuqoriroq stansiyadagi bilimga tayyor bo'lmagan ishtirokchilar qola olmaydi. Faqat ruhi tayyor, ruhi juda ham ko'plab yer o'yinlarini o'ynab tugatib bo'lgan. Faqat asl bilimlardan nur ongiga, ilohiy xizmat ongiga, komillikka erishishga yetib kelgan ruhlar, qari ruhlar deyiladi. Bu juda ko'plab hayotlarni yashab, juda ko'plab ssenariylarni tugatib bo'lgan insonlar keladi. O'shaning uchun bizda boshqa yo'l yo'q. Bizning yo'limiz asl bilimlar, bizning yo'limiz uyg'onish bilimlari. Bizda uyg'onadi, shunaqa energiyalar uyg'onadi. Mana u yuribdi-ku mazza qilib, uni puli bor-ku. Mana bu yuribdi-ku, buni puli bor-ku. Ana bu o'qimasa ham, kurslarda o'qimasa ham, mana buni puli bor-ku puli. Mana bu ammamni xolasini qizini qaranglar, mana boyvachcha yashab yuribdi-ku, hech qanaqa kursni o'qimagan degan energiya uyg'onadi. Biza boshida aytganimdek, hech kim bilan o'zimizni solishtirmaymiz. U balki yosh ruhdir, uni 3-marta hayotga kelishidir. Sizni o'sha bu oxirgi voplasheniyangizdir-da, oxirgi shansingizdir. Xuddi shunaqa azizlar, hech kim bilan o'zingizni solishtirmasdan, sizga shu poliyadamisiz, siz tayyorsiz degan. Masterlarni poliyasidamisiz, mana shu takliflar siz uchun, siz ilohiy ruhingiz uchun degan.
Siz shu takliflarni ko'ryapsizmi? Bu sizni zakazingiz degani. Man o'shanda o'ylaymanda, man ko'rganman, man kirib bilganman o'sha poliyaga. Man o'sha kursni mavjudligini ko'rganman-da, himoyada kirolmaganman. Ongimdagi mavjudotlar qo'ymagan. Mavjudotlarga farqi yo'q. Xuddi aytganimdek, kana farqi bormi? So'rib sizni miyangiz qurtga farqi bormi? Quyida ongiga tushgan qurtga farqi yo'q-ku parazitga. Miyangizni yeb tashlaydi-da. Taningizdagi parazitlarga farqi yo'q-ku. Xuddi shunaqa toki olamda rivojsizlikka, bizni o'stirmaslikka javob beruvchi mavjudotlarga farqi yo'q. Ular ongingizda turib taklifini aytaveradi. Biza qabul qilamizda o'tiraveramiz. Deydi, qo'y deydi, bu kursga borma. Keraksiz, bizga kerakmas, shu eski o'lchamiz yaxshi desa, taklif bildirdi. Biza ha dedikmi, bo'ldi, kirdik. Yoki siz oddiygina bozorga borsangizda, o'zingizga yaxshi ko'rgan, qalbingiz istagan narsani, masalan, taqinchoqni ko'rib qoldingizda, aytdi, nechi pul dedingiz, 200 ming so'm dedi. Siz shu paytgacha 200 ming so'mga taqinchoq olmagansiz, o'zingiz bijuteriya misol uchun. Keyin qalbingiz xursand bo'lib ketdi, olmoqchi bo'lyapti, qo'lingizda pulingiz ham bor. Ana shu paytda ichingizdagi mavjud, nima qilasan buni olib, undan ko'ra kimga kerak bu narsa deydi, mavjudotga farqi yo'q. Sizni qalbingizni xursandchiligi, sizni baxtingiz, sizni ilohiy ruhingiz nimani tanlayotganligi rivojsizlikka javob beruvchi mavjudotlarga farqi yo'q. Ular taklif beraveradi, siz ha dedingizmi, qolaverasiz. Yoki bo'lmasa bizani kanalda sizga berilyapti deylik, takliflar, shunaqa kurs bo'ladi, kelinglar ishtirokchilar, ongimizni yangi stansiyaga chiqaramiz, yangi bilimlarni beramiz dedi sizga. O'sha paytda mavjudot nima deydi? Nima kerak? Shunaqa bilimlar, hamma masterlar bir go'r, hammasi shunaqa, bunaqa degan. Mavjudot ichimizdan gapiradi, rivojsizlikka javob beruvchi mavjudot. Ha dedikmi, qolamiz shu joyda. Ha deymiz. Ha deysiz, mavjudot taklifni qabul qilasiz. Ya'ni massiya berayotgan taklifni emas, ichingizdagi rivojsizlikka javob beruvchi mavjudotni, o'sha boshingizda kana surib turadi-ku. Mavjudotlar nima? Rivojsizlikka javob beruvchi mavjudotlar sizni energiyangizdan oziqlanadi. Bizani energiyamiz o'zi nima uchun berilgan? Bizani energiyamiz, Xudo bizga energiyani bergan xizmat uchun, missiya uchun. Butun borliqqa xizmat. Hammamiz dinda yozilganda hamma banda deb aytilgan. Har bir banda Xudoni qullari biza. Qullik qilishga kelganmiz deyiladi. Shu qullik so'zini ko'pchilik noto'g'ri talqin qilinadi. Endi bizda qul so'zi, endi bilasiz, qul so'zini ma'nosi og'irroq. Lekin o'sha muqaddas kitoblarda yozilgan qullik bu ilohiy xizmat degan. Hammamiz Xudoni qullari biza, Xudoni xizmatida biza. Lekin biz Xudoni xizmatini qilmayapmiz-ku, biz pastki mavjudotlarning xizmatini qilyapmiz. Kunimizni pastki mavjudotlar boshqaradi, azizlar. O'sha mavjudotlar bilan kunimizni o'tkazamiz. E'tibor bering, kuni shunaqa, qanaqa o'tyapti. Kuningizni boshlaysiz, shunaqa zo'r rejalar bilan o'tkazaman deb. Lekin ertalabdan kechgacha kunimiz besamar o'tayotgandek tuyuladi. Kimda shunaqa bo'lyapti? Yoki pul topasiz, pul sizni rivojingizga ketmaydi. Chunki bilmaymiz qalbimizni xohishlarini, qalbimizni orzularini bilmaymiz. Pul sevgi energiyasi. Hozir jonim. Aha. Aha, zo'r jonim, super. Ya'ni mavjudotlarga, rivojsizlikka ushlab turuvchi mavjudotlarga farqi yo'q. Sizni xizmatingiz nima, nega yerga kelgansiz, farqi yo'q. Bular judayam, hozir men aytyapman-ku, rivojsizlikka ushlab turuvchi mavjudotlar nima qiladi? Kuningizda to'yga borasiz. Mana bizning asosiy maqsadimiz to'yga borib kiyinishmi? Menda oldin kiyinish shunaqa bo'lgan. To'yga borish uchun kiyinish, ishxonaga borish uchun kiyinish bo'lganda,
hammamiz ham shunaqa kiyinamiz-ku, atrofdagilarni diqqatini qaratish uchun, atrofdagilardan oldinroqda bo'lish uchun kiyingan bizada. Hozir kiyinishim ham boshqacha bo'lgan, ya'ni o'zingizni sevganingiz uchun kiyinasiz va hozir kiyinaman efirlarim uchun. Efirlar uchun va o'zimni sevganimdan. U umuman boshqa o'lcham hisoblanadi, azizlar. Ya'ni nur ongida pul topish, 6-rasada harakatlanish, yuqori ongli inson xarakteristikalari mavzusi ham bo'ladi. Yuqori ongli inson xarakteristikalarida ilohiy xizmat va o'ziga bo'lgan sevgi, hurmat bor. Donishmandlik asosida. Ya'ni biz o'tishimiz kerak ilohiy xizmat energiyalariga. Xudoga xizmat, insonlarga xizmat. Ko'pchiligimiz xizmat qilish ongida harakat qilmaymiz, qizlar. Oddiygina farzandlarimizga xizmat qila olmaymiz. U ham majburiyat bo'lib qolgan. Oddiygina farzandlarimizga qaramoqchi bo'lganimizda ichimizda majburlovchi mavjudotlar og'rintirib tashlaydi. Talab qilaveradi, majbur qilaveradi. Aynan mana shu talab, majburlov shartlar pul yo'lini yopadigan asosiy blok hisoblanadi. Bu haqda pul sistemasida kengayish proyektida gaplashamiz biz. Pul sistemasida bizani orqaga tortib turuvchi asosiy bloklar va hozir yashab turgan energiyalarimizda gaplashamiz. Demak, har doim bizda shunaqa kataloglar bor. Bitta katalog bu o'zingiz ham ajrata olasiz. Siz rivojingizga javob beruvchi kataloglar va rivojsizligingizga javob beruvchi kataloglar bor. Qaranglar, nega biza erta tongdan e'tibor bersalaringiz, kanalda kunni ilohiylashtirib, ya'ni kunni yaratish uchun koordinatalar yuboraman, Xudoga murojaat. Chunki kun bizaniki bo'lishi kerak. U qaysidir bir shu sizlarga xizmat qilish uchun o'tib ketish kerak emas. Kun biz uchun bo'lishi kerak. Qaysidir barbod qiluvchi stansiyalar bilan g'iybat yoki matrica o'yinlari bordi, keldi, unaqa qil, to'y, marosimlar bo'lishi kerak, endi o'rni bilan an'analarimiz bo'lishi kerak, lekin butun umrini shu marosim, to'y, matrica o'yinlarida yashayotgan insonlar bor. Xizmat nimaligini, yerga nima uchun kelganligini bilmayotgan insonlar bor. Yoki umuman o'zini qalbiga tegishli bo'lmagan kasbda yashayotgan insonlar bor. Noila opa, siz savol berdingiz-ku, boyni asl missiya yo'lim retritda berilmaydimi bizaga deb. Noila opa, asl missiya bo'yicha bizada mavzu kiritilgan. Pul sistemasida kengayish nomli proyektimizda asl missiya ilohiy xizmat haqida butun boshli bitta darsimiz bor. O'sha darsda to'liq ma'lumotlarga ega bo'lib olasiz. Baxshlovlar ham bor bizada. Ya'ni qarang, ertalabdan siz kuningizni boshladingizda va kuningizni kuni bilan telefon ko'rib o'tkazishingiz ham mumkin yoki kuningizni rejalashtirib, g'oyalarni berib ham o'tkazishingiz mumkin, azizlar. Aynan fokus pul mavzusida diqqat qaratilganda bizda bitta maqsad, bitta savolni hal bo'lishi juda ham muhim. Diqqatimiz bitta savolni hal bo'lishiga qaratilishi juda ham muhim. Bizani diqqatimiz tarqab yotadi. To'g'ri yoqqa nega shunaqa bo'lyapti, bilasizlarmi? Nega hozirda hafsalasiz bo'lib ketyapmiz? Nega dangasa bo'lib ketyapmiz, bilasizlarmi? Sababi qarang, insonni ongi uzoq muddatli harakatlanishga dasturlangan. Uzoq muddatli harakat, ijodkorlik. Kecha safar aytdim, pul yo'lini 5-energetik sentr ijodkorlikka javob beradi. Aynan mana shu ijodkorlikka uzoq muddat kerak, ustalikka. Uzoq muddat biza harakat qilishimiz kerak. Uzoq muddat rassom o'zini rasmini chizadi yoki bastakor zo'r qo'shiq chiqarish uchun uzoq muddat yozadi. Men proyektda kerak bo'lsa oylab, soatlab, 6 soat, 7 soat o'tirib yozadigan paytlarim bo'lganda yoki coachinglarda ishlaganimda kuniga 2 soatdan 3-4 ishtirokchi 8 soat, 9 soat, 10 soat ishlagan paytlarim bo'lgan. Uzoq muddatmi? Instagramda yoki YouTube'da ko'radigan kichkina short videochalar bor-ku,
bu videodan bir unisi katalogdan sizga ma'lumotlar berib o'tadi. Mana shu insonni ongini kichraytirib yuboryapti. Ya'ni qisqa energiyalarga inson o'rganib qolyapti. O'shaning uchun uzoq muddatli ish qila olmayapti. Uyni yig'ishtirish uzoq, o'sha uy yig'ishtirish yarim soat vaqt ketadi-ku. Ana shu uyni yig'ishtirish ham bizni ko'zimizga uzoq muddatli bo'lib ko'rinyapti. Shunaqa roliklar ham ko'rdim men yaqinda. O'zimni ham boshimdan o'tgan. Shu uyni yig'ishtiraman deb shundoq turadi-da, yoki eri ketadi, eri ketgandan telefon Instagramga kiradida, bo'ldi kuni o'tyapti ayol kishini shu bilan. O'zi ayol kishi asosiy rivojlantiruvchi, yaratuvchi energiya hisoblanadi. Ayol kishi donishmand bo'lishi shart. Pul sistemasida asosiy oilada erkakni asosiy portali ayol kishi hisoblanadi. Aynan ayol kishi shunaqa bizga tiqib qo'yildi-ku, ayol kishi faqat bolalarga qarashi shart. Aynan ayol kishi faqat farzandlarga qarab uyda o'tirish kerak. Uyda o'tirgan ayol erkin bo'lmaydi. Ya'ni uyda o'tirgan ayol stressga, depressiyaga tushadi va qo'lidagi telefondan ertalabdan kechgacha nima qiladi azizlar? Agar o'zini uyda qiladigan ishi bo'lmasa, men ham uyda o'tiraman, men ham uyda o'tirib onlayn ishlayman. Lekin onlayn ishlasam ham mana vaqtim, soatim u bizga rejalashtirilgan. Hozir agar kuningizni rejalashtirmasangiz, umuman samaradorlik yo'q. Sezyapsizlarmi shu narsani? Ya'ni kunimizni planlashtirmasak, rejalashtirmasak, pul yo'q degani bu. Katta pullar yo'q. Hozirgi energiyalarda oldin bizada hammada mumkin edi. Oldin shunchaki ijod qilib pul topaversalaringiz, hozir yo'q. Hozir har taraflama strategiya bilan harakat qilish kerak bo'lyapti. O'zini namoyon qilish, har bir internet tarmoqlarida o'zini ko'rsatish kerak bo'lyapti azizlar. Ya'ni pul bu hayotiy kuchda, pul energiyasi. Biz hayotiy kuchimizni nimaga sarflayapmiz? Biz hayotiy kuchimizni chalg'itishga, shunaqaki hayotiy kuchimizni yo'q, chalg'itish degani farqi yo'q u. Sevmayotgan ishingizda ishlash ham bu chalg'itish bu. O'zingiz xohlamayotgan davlat ishida borishingiz ham chalg'itish. Nimaga majburlayotgan bo'lsangiz, bu hammasi chalg'itish hisoblanadi. Biz hayotiy energiyamizni chalg'itishga, sachratishga, kuchimizni, energiyamizni sachratishga, kuni bu Instagram tarmog'ida o'tirish ham bu energiyamizni sachratish. Instagram tarmog'ida ishlasangiz u boshqa gap. Kimdir adminlik qilishi mumkin. Men ham Instagram tarmoqlarida yuritaman-da, faqat o'zimni dasturlarimni yuritib chiqib ketaman. Ya'ni iloji boricha men sizga bugun efirda aytgan bo'lardim. Iloji boricha Instagram yoki YouTube'da qisqa videoli energiyalarni ko'rmang. Iloji boricha uzoq muddatli kinolarni, ong kengaytiruvchi kinolarni ko'rishingiz mumkin. Va ong o'rganadi uzoq muddatli ishga. O'shaning uchun ham uzoq muddatli efirlarda o'tira olmaydi, uzoq muddat davom etadigan kurslarda qatnasha olmaydi. Inson himoya ko'tarilib ketaveradi. Har kuni sizga dars o'tilishi yoqmay ketadi. Har kuni master chiqishi yoqmay ketadi. Endi hammaga ham emas, ko'pchilikka. Lekin o'zi yoqimli, buni darsga kirgan ishtirokchilar biladi. Kurs energiyalari yoqimli, master bilan ketish yoqimli. O'quvchi bo'lish yoqimli. Men buni hech narsaga alishmayman. Mazza qilib o'qish yoqimli. Azizlar, chegirmali qabul narxlarini ham e'lon qildi. Bizning yordamchimiz, administratorimiz. Ochiq deb e'lon qilamiz hozirdan boshlab. Soatlab dars eshitolmaymizda, xuddi shunaqa. Mana qarangda, ongimiz uzoq muddatli ishga mo'ljallanganda uzoq muddat. Uyqu ham uzoq muddatdan tana 8 soat uxlaydida tiklanadi. Xuddi shunaqa hamma narsada uzoq muddatli ish kerak bo'ladi. Ya'ni soatlab ijod qilish, soatlab tajriba ustida ishlash, bizani o'zi energiyalarimiz shu uchun kerak. Soatlab o'zini ustida ishlash. Biza ko'pchilik bilan ishlaganimda, ishladingizmi o'zingiz ustida, yozdingizmi? Yo'q, yarim soat ham yoza olmaydi-ki, hattoki kvadrat qog'ozchalarda
mana shu eritilishlarni bajardingizmi deganda, yarim soat ham mana bajaradi-ku, soatlab internetda o'tirishi mumkin. 20 daqiqa o'zini ustida ishlashga vaqt yo'q. Bu nima degani? Ong judayam dangasalik ongiga kirib ketgan. Bular albatta Instagram tarmoqlari. Chunki ertalab sizga taklif berdi borliq. Nima qilamiz? Dars eshitamizmi? Ustimizda ishlaymizmi yoki shunchaki Instagram ko'ramizmi? Albatta Instagram ko'rishni tanlov qilamiz hammamiz. YouTube ko'rishni tanlov qilamiz. Million konsertini ko'rishni tanlov qilamiz. Rivojlanishni, darslarni qayta eshitishni tanlov qilmaymiz, azizlar. Yoki ya'ni shunaqa bo'lishi kerakki, pul topishdagi asosiy tushuncha shu. Oddiy blogerlar ham e'tibor bersalaringiz, mana pulda sehrobgarlikka chiqqan blogerlarni kuzatsam ham, ularni ham asosiy ishi soatlab video oladi, soatlab kiyinadi. Bitta videoni snimat qilishga soatlab vaqt ketadi-da. 1 soatda bitadigan ish emas. Ozgina muddatda osongina ishdek ko'rinadi. Men oldin shu Instagramda yoki biron joyda internet tarmoqlarida o'zini namoyon qiladigan insonlarga shunaqa ko'rinardi-da, oddiygina bitadigan ishdek ko'rinardi. Oddiygina bitadigan ish emas, oddiygina mana shu klip olishadi-ku, o'sha ham soatlab ish bu. Biz internet tarmog'ida o'tiraversak, qisqa videolarni ko'raversak, ong depressiyaga tushadi. Xuddiki mana bitta ustozim aytganda, butun dunyoni boshqaradi-ku insonlar. Lenin bo'lgan yoki urush davrida kim bo'lgan, boshqargan, o'sha SSR davrida hozir esimdan chiqdi, o'sha katta o'sha butun dunyoni boshqargan-ku, hamma joyda boshqaruvchi prezidentlarni ongi shunaqa, ular ongi kichkina bo'lmaydi. Bir vaqtni o'zida bitta farzandingizni, bolangizni boshqarishni o'ziga qancha anaqa 3 ta bolangiz bo'lsa uyda miyangiz anaqa bo'lib stressga tushib qoladi-da odam. Yordam kerak bo'lib qoladi. Erkaklar yoki o'sha prezidentlar bir vaqtni o'zida hamma joyda boshqarish kerak-da. 12 ta viloyat, keyin mana bu tizim, bu tizim, bu tizim, u tizim, hammasini bir vaqtda o'sha boshqarish kerak bo'ladi-da o'sha insonlar. Va aynan o'sha inson miya portlab ketadi bunaqa tizimda. Portlaydi, depressiyaga tushishi kerak. Aynan o'sha inson miya to'xtamaydi. O'shaning uchun kechqurun uxlolmaymiz. Ertalab turgimiz kelmaydi. Bu boshqa tarafdan ham kechqurun energiyalar kuchli bo'lyapti. Hozir energiyalar tushirilyapti-da, bu ham bor. Lekin asosiy sabablardan biri shu deb o'ylayapman. Va o'sha bizani boshqargan insonlarning miyasi portlab ketgudek bo'lgani uchun ular tinch o'tirib olib, hamma narsadan uzilib, 5 minut meditatsiya qilib uzilib olgan ekanda, nol holatga tushgan. Ya'ni miyaga перезагрузка kerak bo'ladi. Bu miyaga перезагрузка beradigan energiya bu uzoq muddatli dam. Ya'ni miyaga dam berish, hudda qolish, jimjitlikda qolish, tinchlikda qolish. Xuddi o'sha nagruzkani biz internet tarmoqlaridan olyapmiz. Internet tarmog'ida xuddi o'sha nagruzkani olasiz Instagram ko'rayotganingizda. Ana shunaqa paytda biza pul topish uchun hayotiy energiyamiz sachrab ketadi. 10 ta relsni ko'rganingizni o'zida sachrab ketadi. 10 dona rels ko'ring, mana shunaqasidan. Biz soatlab ko'ramiz. 200 ta rels ko'ring. Energiya sachrab ketadi, ana kunlik energiya yo'q. Sachrab yotibdi. Bu yerda ishlaringiz bitmagan, ertalab qilinish kerak bo'lgan ishlar obedga qarab to'g'ri keladi. Yoki mana ertalab 10 da turgan bo'lsangiz ham 1 soatda bitadigan ishlaringiz 3 gacha cho'zilib ketadi. E'tibor bersangiz, barbod bo'lasiz, o'tirasiz. Unisiga ulgurdim, bunisiga. Ya'ni hozirda shunaqa energiyalar borki, ilohiy rejim va tartib energiyalarga o'tishimiz kerak. Ilohiy intizom, pul ilohiy intizomni yaxshi ko'radi, ilohiy tartibni yaxshi ko'radi. Pul energiyasi shunaqa. Chunki ilohiy intizomi bor, tartibi bor odamda energiya qoladi.
soatlab ishlashga qoladi. E'tibor berganmisiz, milliarderlar kitobini o'qisangiz ham yoki milliarderlarni kuzatsangiz ham, ularni o'zini ishini rejimi bo'ladi, ya'ni hamma narsasi belgilangan bo'ladi. Bu vaqtda biz ishlaymiz, oldindan planlashtirib, rejalashtirib qo'ygan bo'ladi. Bu uchun biz o'zimizni qalb kasbimizni topishimiz kerak oldin. Bu uchun biz mavjudotlardan tozalanib olishimiz kerak. Ya'ni o'sha o'lchamga chiqasiz siz ham. U uchun ishlab, ongizda ustida ishlab, tozalab, eritib, o'tib olib, qadam qo'yishingiz, pul sistemasida bilimlarni olib, o'tishni boshlaymiz har birimiz. Ya'ni pul topmoqchi bo'lsangiz, tayyor turishingiz kerak. Butunlay energiyangizni bir nuqtaga yig'ishga va ilohiy xizmatga o'tishga va ilohiy intizomga. Bular birdaniga uyg'onmaydi, u sekin-astalik bilan uyg'onadi. Biz talab qilmaymiz. Umuman rejimni o'zimizdan talab qilmaymiz, unga kelamiz. Energiya, vibratsiyani chastotani natijasida. Bu ongli harakat, bu majburlov emas. Shunaqa borda, dietologlarga borganimda ular majbur qilishadi-da. Ular og'riqda dietologim aytib berganda, turmush o'rtog'i shunaqa ham semirib ketasanmi degan bir-ikki og'iz yerga urib gapi bilan ozishga harakat qilgan ekanda, yo'q, bizada bilasan, nur ongida tanani qabul qilib sevgan holatda o'zi ozib bo'ladi-da, ana o'shanda qaytalanmaydi, gen darajasida yopiladi. Savol. Agar ajdodingizda to'lacha ayollar bo'lsa, sizga ham o'qib kelayotgan bo'lsa, menda ham bor ammalarim, do'mbuq ayol bizani ham. Bu gen darajasidagi savolda, ular yopmagan, ajdodimdagi ayollar yopmagan savollar avlodlarga beriladi. Chunki biza ota ajdodda ikkita qiz bizadan, keyin o'zlarini qizlari bor, ammalarimni. Endi o'g'il boladan ikkita qiz biza. 4 o'g'il, 4 qiz bo'lsa, hamma ammalarimni o'zlarini qiz farzandlari bor. O'sha ota ajdodda energiyalarda bizda ikkita qiz. Va qolgan qizlarga tarqatiladi mana shu darslar. Chunki u qizlar boshqa qiz farzandlar boshqa turmushga chiqishgan-ku, u ajdod vakillarini ko'proq oladi-da, ota ajdodni. O'shaning uchun ota ajdodni gapiryapman. Chunki qiz farzandga gen otasidan o'tadi, talant, iqtidorlar hammasi otadan o'tadi. Xuddi shunaqa qilib, azizlar, demak, ijodkorlikdan pul kelar ekan va soatlab o'zimiz ustimizda ishlashni biza o'rgatishimiz kerak, o'zimizga mashq qilishimiz kerak, o'rgatishimiz kerak, tajribadan o'tkazishimiz kerak. Ya'ni tikuvchilar ham soatlab ishlaydi o'zini ustida va ijod qiladi va mana shu ijodiga katta pul olib kelinadi. Ya'ni nimadir ish qilayotgan bo'lsangiz, qanaqadir bir tadbirkorligingiz bormi? Uni kengaytirish, uni rivoji ustida ishlash kerak bo'ladi. Har doim finansiviy daromadda oshmoqchi bo'lsangiz, doim rivoj haqida o'ylashingiz kerak bo'ladi. Ishni kengaytirish haqida o'ylashimiz kerak bo'ladi biza. Undan oldin biza nimani kengaytirishimiz keladi? Yaxshi ko'rgan sohamizni. Yaxshi ko'rmasangiz, u sohani kengaytirish niyati uyg'onmaydi sizda. Ana shu uchun hali bu yaxshi ko'rgan sohaga hali insonlarni ongi kelgani yo'q. Men ham o'ylaganman bir vaqtlar, matematika sohasi bu meni sevimli soham deb o'ylaganman va o'sha sohani kengaytirmoqchi bo'lganman. Lekin aslida meni missiyam boshqa ekan. Ko'pchilikda shunaqa. Va aynan mana shu proyektda biza har biringiz his qilasiz o'zingizni qalb kasbingizni, o'zingizni missiyalaringizni va minnatdorlik bildirasiz o'zingizni ishingizga va ochilishni boshlaysiz, yo'nalishni boshlaysiz. Qaysi o'lchamda turishdan qat'iy nazar, o'sha o'lchamda xizmat qilamiz, ilohiy xizmat va pul yo'llari ochiladi. Uyda o'tirsangiz ham bor farzandlaringizga, turmush o'rtog'ingizga ilohiy xizmat qilishni boshlasangiz, majburlamasdan, sevganingizdan, o'shanda pullar ochiladi erkak tarafidan. Hammada har xil energiyalar, ya'ni ba'zan bo'ladi, endi mana shu pul sistemasida kirgan vaqt erkak umuman pul bermay qo'yadi-da. Agar ayol kishi o'zi pulga ochilishi kerak bo'lsa,
o'zi yaratish kerak bo'lsa, erkak pul bermay qo'yadi, sababi ayol kishi komfort zonada qolib ketmasligi uchun. Agar erkak pul beraversa, tayyorgina pul, ayol nima qiladi? Yeydi, ichadi, uyda o'tiradi bolasiga qarab. Agar shu ongda qoladigan insonlar bo'lsa, bundan buyog'iga munosabatlar o'lchamida juda ham chuqur, og'riqli darslar kutib turgan bo'ladi. Og'riqli bo'lishni boshlaydi jarayonlar. Hamma narsa tegishni boshlaydi, protsesslar chuqurlashni boshlaydi. Demak, azizlar, bizada endi bundan buyog'iga vaqt yo'q. Endi bundan buyog'iga vaziyatlarni cho'zib o'tirishga, pul sistemasida savollarni yopmasdan, hal qilmasdan o'tirishga vaqt yo'q. Borliq takliflariga ha deng. Masterlar bergan takliflarni qabul qiling. Qo'llarimizdan tuting va biz ham sizni qo'llaringizdan tutamiz va qo'llaringizdan tutgan holatda pul bo'yicha bilimlarni kengaytiramiz va yangi stansiyalarga qarab chiqamiz. Ya'ni pulsizlik o'lchamlarini, kambag'allik o'lchamlarini, yetishmovchilik o'lchamlarini tark etgan holatda o'zimizni asl birinchi proyeksiya, boylik, serobgarlik o'lchamlarimizni o'zimizda ochamiz, azizlar. Tak, bugungi efirimiz shu edi. Kimda savollar bo'lsa, marhamat, bemalol savollaringizni bersalaringiz bo'ladi. Men sizlarga javob beraman. Aha, savollar bormi? Agar savollaringiz bo'lmasa, minus qoldiring. Dars zo'r bo'ldi debdilar. Rahmat. Rahmat debdilar. Hammaga rahmat. Savollar bo'lmasa, minus qoldiring. Agar savollaringiz bo'lsa, qo'lingizni ko'taring, men qisqa javoblar berib o'taman. Yoki yozishingiz mumkin. Men kech kirdim debdilar Muhammad Ali. Aha, zapsdan eshitib olasiz Muhammad Ali. Bugun juda ko'pchilik qanaqadir bir sabablar bilan ushlanib qolishdi, buni his qildim. Zapsdan ko'pchilik eshitib olishadi. Agar hech kimda savol bo'lmasa, hammalaringizni yaxshi ko'raman va borliq takliflariga ha de nomli bugungi efirimizni yakunlaymiz. Ha deymiz ana takliflarimizga. Biz berayotgan takliflarga ha deng. Agarda sizni qalbingizni tortayotgan bo'lsa, agarda sizni qalbingizni yontirayotgan bo'lsa, ha deng. Albatta har qanaqasiga yarating. To'siqlar bo'ladi ongimizda. Biz sizga koordinatalar yuboramiz. Bizani yubordim, audiolar ham yubordim. Eshitib chiqdingizmi? Kimlar eshitib chiqdi? Eshitib chiqqanlar plus qoldiring, 100 sonini qoldiring. Ya'ni eshitib chiqing, og'zaki takrorlang va savollaringizni yorib o'ting. Ya'ni aytmoqchimanki, bundan buyog'iga ruhiy rivojga pul sarflash odatiy holga aylansin sizga. Xuddi non sotib oladigandek, ovqat har kuni sotib oladigandek, xuddi farzandingizga pampers sotib oladigandek odatiy ehtiyojga aylantiring. Ruhiy rivojga kurslarga to'lov qilishni. Har oy ko'ylak sotib oladigandek, har oy kurslarga to'lov qilishni odatga aylantiring. Chunki busiz ilojimiz yo'q, azizlar. Chunki bu bilimlarsiz rosa qiyin oldinga ketish. Judayam qiyin. Va ko'rasiz o'zingiz, mana shu bilimlarda to'xtovsiz o'z ustingizda ishlab, masterni qo'lidan tutib, bilimlarni olib, to'xtovsiz o'zingizda ishlaganingizda ko'rasiz. 1 yil o'zida qancha stansiyaga chiqqaningizda, 2 yil o'zida qancha stansiyaga chiqqaningizda. Ya'ni mehnatlaringiz natijasiz qolmaydi. Kursga qatnashganingiz, bu bilimlarni eshitganingiz natijasiz qolmaydi. O'z mevasini beradi. Dars juda serofgarlikda o'tdi. Minnatdorman. Hammaga rahmat. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Tak, sog' bo'linglar azizlar. Keyingi efirlarda ko'rishguncha. Albatta, sizlarni har biringizni kutib qolaman chin qalbimdan. Xayrlashgim kelmayapti sizlar bilan.
Aha. Yaxshi ko'raman sizlarni. Sog' bo'linglar, azizlar.